ehson javoni, ehtiyojingiz bo'lsa oling, imkoniyatingiz bo'lsa qo'ying. Ramazon oyidagi o'zimni birinchi yaxshilik videoyimni yaxshilik qiluvchilar bilan sherichilikda qilmoqchi bo'ldim. Hozir mana shu javonda ichiga, mana shu magazinga kiramiz. Eng kerakli narsalarni, ro'zg'orga kerakli narsalarni hozir sotib olib, mana shu javonda ichiga joylab qo'yamiz. Ketdik. Nima olaylik, nimadan boshlaymiz? Yo'q-yo'qda ichida. Nima yo'q yana? Nima qo'ysa bo'ladi ichida? Qo'maga qo'ymaylik. Yozmasa kerak. Yo'q, kerakli narsa-ku. Birdan ko'ra oling yaxshi. Hamma har xil narsaga ishlatadi-yu, ko'proq. Yaxshi ishlar. Bundan oldingi videoda aytganimdek, bizning asosiy maqsadimiz yaxshilikni targ'ib qilish. Biz mana shunaqangi yaxshi ish boshlashibdi, targ'ib qilyapmiz. Siz ham keling. Bundan tashqari, mana Chorsu magazindan tashqari Mir magaziniga ham qo'yishar ekan, Juma masjidining to'g'risiga. Siz ham kelib, imkoningiz boricha, qo'lingizdan kelgancha bir dona narsa bo'lsa ham qo'yib ketishingizni maslahat qilamiz, targ'ib qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.